Ishonmasangiz ham, Portugaliya terma jamoasining kelasi yil jahon chempionligini qo'lga kiritish imkoniyati bor. Ilgari Portugaliya faqat bir nomga bog'liq edi. Cristiano Ronaldo ulardagi yagona yulduz edi. Qolgan jamoa himoyada ham, yarim himoyada ham sust va yetarlicha pishmagan edi. Katta yulduzlardan esa faqat Luis Figo va Deco bor edi. Portugaliya haqiqatan ham kuchsiz va beqaror jamoa sifatida katta turnirlarda yorqin o'yin ko'rsata olmagan. Ammo endi hammasi o'zgardi. Hozir Portugaliya dunyodagi eng muvozanatli va chuqur tarkibga ega terma jamoalardan biri. Darvozada ishonchli o'yini bilan Diogo Costa, qattiq himoya chizig'i, Ruben Dias, Dalot, Inacio va hozirgi vaqtda eng yaxshi chap qanot himoyachisi Nuno Mendes. Yarim himoyada juda kuchli uchlik. Bruno Fernandes, Bernardo Silva va hozirgi vaqtda eng yaxshi yarim himoyachilardan biri Vitinha. Hujumda Cristiano Ronaldo. Ammo hatto unsiz ham ularda Rafael Leao, Joao Felix, Gonzalo Ramos, Pedro Neto bor. Endi ular avvalgidek faqat bir o'yinchiga bog'liq emas. Ular muvozanatli tarkib va yaxshi tizimga ega. Yaqinda Millatlar Ligasida hammamiz ko'rdik. Ular Ispaniyadek kuchli termani finalda mag'lub etishdi. 2026-yil Ronaldo nihoyat jahon chempionati kubogini ko'targan yil bo'lishi mumkin.